qaychiquda bo'lsa nimalar bo'ladi? Kiyimimni dazmollab qo'ying deb ish buyuradigan qaynisining endi senga kelin. Qani boring, ovqatlaringizga qarang, dazmollarni qilib qo'ying, tezlashing kelin. Qaychiquda bo'lish bu ering senga nimadir qilsa, singlisiga ham nimadir bo'lishi mumkin. Qo'ling singirki yo'q, qizimni uribdi. Nimaga uradi? Voy, qarang, muncha tez xudodan qaytibdi. Ikkinchi tarafi bir-biridan qasos olish mumkin. Oyi, qaynonam ovqat sho'r qilibsiz deyaptilar. Voy, menda qarshi qurol bor-ku. Voy, kelin, nima ovqatni sho'r qilib qo'yibsiz? Kelin, men bu yoqlarni chala supuribsiz-ku. Oyi! Hozir boplayman. Kelin, mabtlarni chala supuribsiz. Hali supurmadim-ku, oyijon. Mabodo keyin supursangiz ham chala supurasiz. Mehmonga borganda kelinga ko'p ish buyurib yuborish kerak emas. Voy, keling, ana soatlaringizni ham sog'indim de. Rosa xrustashi baklajan, sezir, olivye qilib bering. Xap bo'ladi-da. Hali o'zing kelin bo'lishing bor-a. Bugun oyijonim xonim manti chuchvaralarni yegilarga olib kelgan. Qani tez qilib tashlaychi kelin. O'zi boshida ikkita tomon ham ajrashmasligi uchun qilingan g'oya keyinchalik pushaymon qiladi. Voy, bekor qaychiquda bo'pmiz-a. To'g'ri aytasiz. Umuman kerak narsa emas edi shu. O'zi bekor qaychiquda bo'pmizda. To'g'ri aytasiz. Umuman kerak emas narsa ekan shu. Qaynanalar bemalol gapira olmaydi. Qizidan qaytishidan qo'rqadi-da, lekin yaxshilik ham javobsiz qolmaydi. Oyijon, keling, yelkalaringizni masaj qilib qo'ying. Qaynonangni ham masaj qilib qo'y. Oyijon, keling, yelkalaringizni o'zim massaj qilib qo'yaman. Oyijon, anchadan bir sochingizga shampun qidirib yuruvdingiz, topdim mana. Sen ham qaynonangga shampun ber qizim. Oyijon, mana sizga trichap sovg'a. Aynan siz uchun здоровый длинный сильныйdan oldim. Sochlaringizni sog'lomlashtirib, uzunlashishini ta'minlaydi. Sulfatsiz Hindiston mahsuloti. Voy, ishlatganman, bilaman, kelin. O'zim moyim ham ishlatganlar, rostdan foydasi bo'lgan. Lekin baribir oxiri kimnidir sabri to'ladi. Mana qizinglar, men ortiq bilan yashamayman, bo'pti. Senim nima qilyapsan bu yerda? Erim qayda bordi? Endi esa kelinlarni obmen qilishga yo'lga chiqishadi. Xotinimni olib ketgani keldim.